Aytayotgan bolang o'zi chetda ishlaydimi? Tuzukkinami? Oyi, bu tashlamaydi, bu xo'jayini rahbari bo'ladi. Kiyim do'konlari, Malikada o'sha to'rtta magazinlari, Dubaydacha bularga tegishli. Voy yo'q-e, qani o'zi? O'g'lini gaplashyaptilar. To'qina. Voy, senga ikkita keladi-yu, sana qara, ozg'inliging zupichiskiga o'xshaysan. Oyi, Sen bor narsalarni tanla, men o'zim bilan gaplashib olaman. menga maslahat bering. Qaysi birini olaymi? Bunisini olaymi yoki unisini olaymi? Lekin menga kelasi ham yoqadi. Qarang, o'zi ikkalasini olsangiz ham foydalisiz. Chunki hozir Texno brend bilan Aleknasa faqatgina 3 kun, 4-dan 6-gacha chegirma e'lon qilishyapti. Bunda mahsulotlarni 2 barobar arzon narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Menga qarang. Menga skidkangiz ham, aksiyangiz ham boshim qiziq emas. Bilasizmi menga nima qiziq? Nima qiziq? Voy, turgan xo'jayinlar qiziq. Ha, yo'q, bu yoq tekinchilaganda. Qizingizni menga beradigan bo'lsangiz, maxshi spalligani turib qarsilatib siz spallingizga qo'yib beraman. Qale. Voy, muncha zo'r, kattaligini qara, lekin bir o'zim buni nima qilaman? Har doim bir umr orzu qilardim do'mboqqina xo'jayinim bo'lishini. O'zi menga bor, ana Zubichskiga o'xshagan qizingiz ham yoqmayapti, bor-ku. Ha, unda kelishsak bo'lar ekan-ku. Endi bolalarimiz mashinada o'ynab yuramiz deyman-da. O'zi sizdan menga yoqib tursa, istaralikgina cho'ta qizingiz yetaveradi. Azaka, men haqimda gaplashyapsizlarmi? Oyim bo'ladi, qayninangiz bo'ladi, nimalar deyapsiz? Balki sizni sinayotgandir. Baqirma, ading bo'ladi. Tushunmadim. Azaka nimadir desangchi? Ha, nima deyman? Oyi aytgan gaplari to'g'rida hammasi. Oyi nima desiz shu? Nima tarbiya olmaganmisan? Bana qilib bor, qizim. Shunda hozir menda oyi, yigitim hozir meni adam bo'lib qolyaptimi? Watch on my wrist, but I want that.